Mazali gulkaram tayyorlaymiz. Bunaqa usulda o'zim ham birinchi marta pishirib ko'rishim. Oldin har doim tuxumga bo'lib pishirardim. Buni tayyorlash uchun 2 dona tuxum, ichiga 2 qoshiq un solamizda, aralashtirib kamgina suv solib aralashtirib olsak, mana shunaqa ko'rinishga keladi. Bunga keyin gulkaramlarimizni bulab, gulkaramlarni keyin talqonga bulab olamizda, qizib turgan yog'da hammasini qizartirib olamiz. Bu usulda tayyorlab ko'ring, albatta tayyorlab ko'ring. Ajoyib mazali, chiroyli chiqadi. Keyin uni yoniga kartoshkalarni ham 4 ga bo'lib olasizda, qizib turgan yog'da ularni ham yaxshilab qovurib olasiz. Kartoshkalarimiz qovurilgancha 2 dona pomidorni qirg'ichdan chiqaramizda, mana shunaqa qilib ichiga xohlagan pripravalaringizni, achchiq murchlarni, tuzlarni, sarimsoqlarni solamizda, nima qilamiz? Sok tayyorlab olamiz, sousini tayyorlaymiz. Sousi tayyor bo'lgandan keyin o'tiramizda bismillahir-rahmonir-rahim deb vilkada shundoq bo'lasizda, gulkaramlarni mazza qilib yeysiz. Men buni ta'mini KFC'ni ta'miga o'xshatdim. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab ko'rganlarga juda ham yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'rmaganlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Menga obuna bo'lib, like bosib, do'stlaringga yo'llashni unutmanglar.